Hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va man sizlarga ilk bor navbatdagi preview video taqdim qilaman. Undan oldin odatdagi reyslardan like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ertaga 19:00 da bo'lib o'tadigan mahalliy vaqt bilan Stuart Atwell sudyaligi ostida bo'lib o'tadigan o'sha Stuart Atwell, ya'ni ko'plab Manchester United o'yinida skandalniy e'tirozga sabab bo'ladigan fikrlar chiqargan, nima deydi, qarorlar qabul qilgan sudya Stadium of the Light stadionida, har qanday fond stadionida mahalliy Sunderland jamoasi o'z uyida Manchester United jamoasini qabul qiladi va deyarli hamma masalani hal qilib bo'lgan Manchester United va Premier Ligada, asosiy maqsad Premier Ligada qolishni maqsad qilgan va uni ham qaysidir ma'noda amallagan, chunki Sunderland ochkosi 40 ochkodan ko'p. Sunderland jamoasi Manchester United jamoasini qabul qiladi va o'ylaymanki, Manchester United o'sha pozitiv nuqta saqlab qoladi va o'ziga kerakli bo'lgan 3 ochkoga ega bo'ladi. O'yin haqida nima deyish mumkin? Bu aytgandek, o'yin o'sha deyarli masala hal bo'lgandan keyin bo'linyapti va jamoada Manchester Unitedda menimcha rotatsiya qilish imkoniyati bor. Ya'ni o'yin amaliyotiga kam ega bo'lgan futbolchilarga ko'proq o'yin amaliyoti berish imkoniyati bor. Menimcha endi ko'ramiz, buni hammasini Carrick hal qiladi, lekin umumiy qilib aytganda rotatsiya qilish imkoniyati bor jamoamizda. Bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilar ko'rib chiqadigan bo'lsak, Sunderland jamoasida quyidagi futbolchilar maydonga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapsizlar. Ballard, Mandi, Angulo hamda Traore'larda maydonga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapsizlar. Manchester United tarkibida esa Matthias de Ligt hamda Benjamin Sheshkoni maydonga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb yozilgan insiderlar tomonidan. Ko'p turibsizlar, yo'qotishlar unaqa ko'p emas. Tim bo'lib bizda Lisandro Martinez qaytgan va o'ylashimcha Carrick uni ertaga o'yinda albatta sinab ko'rishi kerak. O'zaro va so'nggi o'yinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Sunderland jamoasi so'nggi 5 ta o'yinda bitta nichiya, 2 ta mag'lubiyat, 2 ta g'alabaga erishgan va so'nggi o'yinda ular eng pastda va ketayotgan va Championship bilan deyarli Premier Liga bilan deyarli xayrlashib bo'lgan Wolverhampton jamoasini qabul qilgan va 1-1 hisobidagi durangga erishgan o'zini maydonida. Manchester United jamoasi esa shu g'alaba, bitta durang, bitta mag'lubiyatga ega va so'nggi 3 ta turda ular g'alaba qozongan va so'nggi g'alabasi Liverpool ustidan Old Traffordda 3-2 hisobidagi g'alabaga to'g'ri keladi. Jamoalar o'zaro uchrashuvlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, jamoalar 35 marta maydonga tushgan. Shundan 5 bora Sunderland jamoasini qo'li baland kelgan, 24 bora Manchester United g'alaba qozongan va 6 bora jamoalar murosa ko'chasini tanlashgan deb beryapti statistik saytlar. O'ylashimcha Manchester United o'sha umumiy g'alabalar sonini baribir 25 taga yetkazib qo'yishi kerak. Chunki jamoalarning klassi ham buni menimcha taqozo qiladi. Turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida dastlabki o'rinda Arsenal jamoasi 35 ta turdan keyin 76 ochko to'plagan holda ketyapti. Ikkinchi o'rinda Manchester City jamoasi 34 ta turdan keyin 71 ochko mavjud ularda. Manchester United jamoasida esa shuncha 35 ta turdan keyin 64 ochko mavjud. Liverpool hamda Aston Villa jamoalarida esa 58 tadan ochko mavjud va 12-o'rinda zabt etgan Sunderland jamoasida 47 ochko mavjud. Ko'rib turibsizlar, boya aytganimdek, Sunderland jamoasi Premier Ligada qolishni uddaladi. Manchester United esa nima deydi, Chempionlar Ligasi uchun beriladigan joylarda o'ziga naq qildi deb ayta olamiz. Endi o'yin uchun taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana quyidagi futbolchilarni tushishi mumkin deb taxmin qilyapman. Sizlar esa albatta o'zlaringizning fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Sandy Lamens, himoyada Luke Shaw, Aiden Haven, Harry Maguire hamda Nusrat Mazraouylarni qo'ydim. Menimcha Haven o'rniga Lisandro Martinezni ham tushirib ko'rsa bo'ladi. Endi baribir qizil kartochkadan keyin menimcha Carrick uni salgina ayaydi yoki maydonga yana qaytadan tushirishi mumkin, chunki unda travma yo'q. Lekin meni viborim Haven Maguire juftligida qoldi. Markazda o'zgartirib bo'lmas juftligimiz Casemiro hamda Kobe Mainularni qo'ydim men. Bularni
va ta'kidlashdan charchamayman. Ya'ni bular tushganda Manchester United markazda ishonchli o'yinga erishadi. Hujumchilar ortida bizning kapitanimiz Bruno Fernandes, ikkita qanotda Mateus Cunha hamda Amad Diallolarni qo'ydimman va hujumga Joshua Zirkzeni qo'ydimman. Menimcha u bolani ham sinab ko'rish vaqti keldi va maydonda ham uni o'zining so'zini aytib, o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun imkoniyat yaratib beradi deb o'ylayman Michael Carrickda. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek aktivlikda like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlardan xayrlashaman. Videoning so'ngida esa Sunderland jamoasi Sunderland uyida 2017-yilda Manchester United tomonidan erishilgan g'alabani qo'yib beraman sizlarga 0-3 hisobidagi va o'shanda bizning tarkibimizda Pogba, Ibragimovich, yosh Rashford, Genrix Mkhitaryan kabi yulduzli futbolchilarimiz bor edi va o'sha o'yinda biz ishonchli tarzda 0-3 hisobida g'alaba qozonganmiz va o'sha gollarni men sizlar e'tiborlaringizga qo'yib beraman. Sizlardan esa aytganimdek aktivlikni kutib qolgan holda xayrlashaman. O'yindan keyin xudo xohlasa yaxshi kayfiyatlarda ko'rishamiz deb umid qilgan holda xayr. O'zlaringizga asranglar.